Nima uchun aynan agentstvalar orqali Dubaydan uy sotib olish kerak? Juda zo'r savol. Bu masalan siz Dubaydan uy sotib olgan paytingizda ko'pchilik o'ylaydiki, demak agentni ishi tugaydi deb o'ylaydi, lekin bizni kompaniyamizda aynan siz uy sotib olgan momentingizda biz bilan hamma proses o'shanda boshlanadi. Sababi oylik to'lovlar qilish kerak bo'lishi mumkin, hujjatlar qilish kerak bo'lishi mumkin. Uyingiz bitganda, masalan, shu yilda 2027-yil may oyida bitishi kerak bo'lgan mijozimning uyi bu yil ertaroq bityapti. Aynan 2026-yil avgust, sentyabr oylarida topshiramiz deyapti. Klientimga aytsam, avgust sentyabrda har doim bir oyga Amerikadan o'tib ketardi, Dubay orqali Hindistonga. Aytayaptiki, men bu yil kela olmayman deyapti. Shu paytda men boraman-da, sinagin qilaman, ya'ni uyini qabul qilib olaman. Ijarachi qo'yish kerak bo'lsa, ijarachi qo'yaman. Ya'ni sizga bitta uy sotib oldingiz emas, bizi Sharq Properties kompaniyasi aynan sizga xizmat qilamiz. Siz 100-uyingizni ham biz bilan oling. Nima uchun 100-uyingizni ham biz bilan olasiz? Birinchidan, birinchi uyingizni oldingiz, yugur-yugurlariga, boshqa xat hujjati, ijaraga berishi, daromad qilishingiz, hammasiga biz yordam beramiz. Ikkinchisi, demak, ikkinchi uyingizni foydali qaytarib sotadigan bo'lsangiz, foydali bo'lib chiqdi. Demak, ishonchli odamingiz bor Dubayda. Sizga o'sha yana bitta risk qilib ko'rishingiz shart emas, yana misol uchun nima deydi, yangi agent izlash yoki boshqa narsa shart emas. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'zlaringiz olib berasizlar, keyin sotib berishga yordam beriladi. Shunday. Keyin to'lovlarida, ya'ni to'lovlarni yuborsa olib to'lab qo'yish masalasida shunday.